2026-yildagi eng iflos xoramdan bo'lgan top 3 smartfonlar. 3-o'rinda Redmi A5 telefoni. Bu telefon Redmi tarixidagi eng sharmandali telefonlardan bittasi. Prosessor musor, kamera musor, displey o'ta musor. Bu telefonda na PUBG o'ynab bo'ladi, na maza qilib kino ko'rib bo'ladi, na maza qilib ishlatib bo'ladi. Telefonda yagona plyus joyi uni batareykasida. To'g'ri, telefonda batareykasi 3 kunga yetadi, lekin u ishlamasa, telefonda nima keragi bor? Agar bu telefonni sotib oladigan bo'lsang, yo xotining bilan ajrashasan, yo ishingdan haydalasan. Chunki bu telefonni sotib olsang, asabing tugaydi. Ikkinchi o'rinda bo'lsa, Lyuboy bloger maqtab kelayotgan Honor X7D telefoni. Bu telefonni ishlasanglar, haqiqatan ham D bo'lib qolasizlar. Chunki bu telefonga eng arzon displey TFT qo'yilgan, eng sifatsiz displey qo'yilgan. Prosessorini bo'lsa, Unitazdan olishgan. Snapdragon 685. Kamerani katsirasiga keladigan bo'lsak, 1K formatda ham video olib bera olmaydi. Telefon na o'yin uchun, na ishlatish uchun tavsiya qilaman. Lekin telefonda batareykasi juda katta, 6,5 mAh. Hozirgi kunda bu telefonda narxlari $150 tashkil etadi. Lekin buni puliga siz bundan ancha kuchliroq bo'lgan boshqa Android sotib olsangiz bo'ladi. Honor X7D haqiqatan ham D telefon. Birinchi o'rindagi iflosni aytishimdan oldin Sushi Xanga kelib, Nura sushisini tatib ko'rmasang bo'lmaydi, jigar. Bismillah. Baliqsiz ham sushi qilsa bo'ladimi? Keshuvga qilib qo'yishibdi buni. Yomon ekan. Birinchi o'rinda bo'lsa, Samsungda eng itemgan modeli A07 turibdi. Bu telefon chin yetim, chunki buni komplektidan balo ham chiqmaydi. Ota-onasi oq qilgan, ko'zlari g'ilay, na 4K formatda video oladi, na rasmga chiroyli qilib olib beradi. Samsung o'zi displey ishlab chiqarsa ham, bunga eng nogiron displeyda joylab qo'ygan LCD bo'lib yotibdi. Prosessori har qalay tuziy desa ham bo'laveradi. Lekin batareykasi zo'rg'a 5000 mAh. Telefonda na 5G bor, lekin telefonda narxi 6 kallasidan ham qimmat turibdi. $130 ga bu telefon sotib olish umuman arzimaydi.